Hürmetli vatandaşlarım, belkilik şeyimizin devamı. Hani şundak, eğer Çavuşan meselesi de Cungo hemkarlaşmaydıgan bolsa, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Cungo o'tirishi savdo urushi boshlanadi. Yana ba'zilar tahlilchilar mundaq hisobladi. Amerika tarafining mundaq signal qo'yib berishi Çavuşan yadro qurolları meselesida Cungoni hamkorlashishga majburlashtini iborat. Gerham Allison Şangang'da neşr kılınan Cenap'tan sahara gezisiga mundaq dedi. Eğer Jungo roşan çekleş hareketi kullanmaydigan bolsa, ondaqda Amerika yeni yılının 5'ida öz aldığa Jungo'ga savdo hareketi kullanadi. Eğer Jungo roşan çekleş hareketi, Çavuşan'ı çekleş hareketi kullanmaydigan bolsa, ondaqda Amerika yeni yılının 5'ida öz aldığa Jungo'ga savdo hareketi kullanadi. U mundaq ko'rsatdi. Agar ahvol shu bo'yicha taraqqiy qilib ketaveradigan bo'lsa, Gerham Allison bu Harvardda o'qigan tadqiqotchi odam hozir. Ahvol shu bo'yicha taraqqiy qilib ketaveradigan bo'lsa, yarim yil ichida ikki davlat Jungo bilan Amerika o'rtasida vayron qilish xarakterli savdo urushi portlaydiganligini ko'rib olamiz. Agar ahvol hozirgidek taraqqiy qilib ketaveradigan bo'lsa, Mutlaka mava Çavuşan yadro kuralı sınav kılıştım burun tayyorlangan leksiyaydı. Ondan keyin 29 günü Çavuşan yadro kuralını yani sınav kıldı o. Yani hazır nima deyapti? Gerham deydim. Ahvol mo'shu darajada taraqqiy qilib ketaveradigan bo'lsa, yarim yil ichida ikki davlat bilan Amerika o'rtasida, ikki davlat Jungo bilan Amerika o'rtasida vayron qilish xarakterli savdo urushi portlaydiganligini ko'rib olamiz. Haftanın ikinci günü Çavuşan yana bir qatım qit'alararo uchadigan raketa sinab qildi. Yani davom shu bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi raketchilari uchun Çavuşanning yangidan raketa sinab qilganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Mavzuli xabar 11 ayning 29 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Çavuşanның yangi raketa sinab qilishiga qarata Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi raketchilari uchun haftaning ikkinchi kuni bayonot e'lon qilib, bayonotni to'liq tekshirdi. Tuvandikcha bu. Çavuşan Yapon dengiziga qaratib sinab qilish uchun qit'alararo uchadigan raketa qo'yib berib, qo'shni davlatlarga rayonda hamda butun dunyoning muhimligi tahdid soldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Çavuşanni qattiq ayblaydi. Çavuşan Demokratik Cumhuriyatining o'zliksiz yadro qurollariga izlanib, yadro qurollarini sinab qilish jarayoni va vaziyatni o'zgartirish kerak. Xalqaro jamiyat davomli birdek tirishchilik ko'rsatib, Çavuşanga birdek uchor tarqatishimiz kerak. Ya'ni Çavuşan Demokratik jamiyati zo'r ko'lamli qirg'in qilg'ich qurollarni sinab qilishni to'xtatishi, voz kechish kerak. Barliq davlatlar Çavuşanga iqtisodiy, diplomatik vositalarni qo'llanishi lozim. Bexatarlik komitetining barliq jazolash tadbirlarini ishga solish kerak. Xalqaro jamiyat olib barliq tadbirlarni qo'llanib, dengiz bexatarligini kuchaytirish kerak. Jumladan Çavuşanga kirib chiqadigan dengiz qatnashini qamal qilishni o'z ichiga oldi. Bu boshqa so'zga leksiyalarimiz o'tirib qo'yilgan edi. Dengiz qatnashini qamal qilish degan gap bugun yana o'tirib chiqdi. Amerika bilan Kanada hamkorlashib, Koreya, Yaponiya, yana boshqa muhim ta'sirga uchragan davlatlarni o'z ichiga olgan holda, Çavuşan yadrosining ta'sirga uchragan davlatlarni o'z ichiga olgan holda, Birlashgan Davlatlar Qo'mondonlik shtabini bu davlat yaqiniga avatib qatnashtirib, yer shari jamiyatining Çavuşanning xalqaro tinchlik keltirgan tahdidiga qanday taqobil turish muhokama qilish kerak. Hozir Kanada, Yaponiya, Amerika, ya'ni shunday ta'sirga uchragan davlatlar birlashib, bir yig'in ochib, bu yig'in Çavuşanning yadro tahdidi qanday taqobil turishni muhokama qilish. Hozir diplomatik tanlashlar yanada etilgan. Amerika Çavuşan yerim orolini yadrosizlashtirish tinch yo'l bilan izlanib, Çavuşanning urushparastligini oxirlashtirish irodasini sustlashtirmadi.
Çavuşan'ın yeni raketasını qildi. Prezident Trump bunu bir taraf qilamiz deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 11 ayning 29 kun Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Çavuşan haftaning 2 kuni xalqaro jamiyatning ayblashiga qaramay raketa sinaq qilgandan keyin Prezident Trump biz bu masalani bir taraf qilamiz deb ko'rsatdi. Prezident Trump Oqsaroyda muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Biz bu vaziyatni bir taraf qilamiz. Prezident qandaq bir taraf qiladiganligi to'g'risida bir nima demadi. Lekin Prezident Trump bizning Çavuşanga qaratgan siyosatimiz o'zgarmadi deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministri James Mattis mundaq ko'rsatdi. Bu raketaning uchish masofasi va egizligi Çavuşan burun sinaq qilgan raketalardan echib ketdi. Mundaq ko'rsatdi. Bu Çavuşan dunyoning har qanday burjiga yetib bora oladigan raketa ishlab chiqarish tirishchanligining bir qismidir. Shunga Çavuşan hozir dunyo tinchligining tahdidiga aylandi. Ya'ni dunyo tinchligiga tahdid paydo qiladigan davlatga aylandi. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bexatarlik komitetining jiddiy yig'in chaqirishini talab qildi ve Yaponiya bu xalqni qo'g'dash irodasini bildirdi. Shinzo Abe biz bundaq zo'ravonlikni hargiz qabul qilmaymiz deb ko'rsatdi.